Hozirgi kun haqiqatlari. Ey xaloyiq, erkaklar qani? Bu shunchaki stil bahona topgani. Yengil taklifga tengi yo'q ba'zi birlarini bir chuqurga tashlab yo'qish kerak barini. Ayollar kundan kun nega kerak desa, erkaklari uyda yotib ayolim ishlasin desa, ayollari mast holda restoran va barlarda, erkaklari nomusli jimgina o'tirar uyda. Naqadar jirkanch bu hodisa, bu yangi moda desa, erkaklari xo'p desa, rashk qilishmas ekan do'st so'zi aytilsa, kimlargadir yetarli o'rtada ishonch bo'lsa, tfu yana qaytadan o'sha erkak yuzlarga, faqat yuzlari erkak, yubkala qora ko'zlarga ming la'natlar bo'lsin. Xiyonatkor ayolga dunyoning zulmi bo'lsa, tikilgan bokiralarga unutib qo'yib milliyligimiz, qizimiz kamera oldida yechinar yerga qaratib yuzimiz, bir-biridan nechni yigitlarimiz faqat gapirar emish, muhokama qilmaymiz. Ular raqsga tushadi, lekin uyalamiz biz. Ibrat video bahona qilamiz, reklama tiqamiz. Naqadar ideal hayot Instagramda borliq, ko'rsatgan boyligidan bir tomchi bormi? 15 yoshli qiz, xayoli 40 yoshli ayoldek, 18 yoshli bola, bez mashina havodek, otasi ko'rmagan boylikni so'rashadi mahrga, 40 million topsin deya aytishadi axirga. Bu shunchaki ichimdagi gaplarim, sizlarga qiziq.